Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 511-23 guruh talabasi Hakimova Nigina bo'laman. Bugun sizlarni logopsixologiya va psixologik korreksiya metodlari fanidan tayyorlagan taqdimotim bilan tanishtirib o'taman. Mavzu nutq buzilishlari psixoprofilaktikasi. Reja psixoprofilaktikaning maqsadi, nutq buzilishlarining asosiy xavf omillari, psixoprofilaktik ishlarning asosiy yo'nalishlari. Nutq buzilishlari psixoprofilaktikasi bu bolalarda nutqning normal shakllanishi, nutq nuqsonlarining oldini olinishi, xavf omillarini erta aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar majmuasidir. U bolaning tug'ilishidan boshlab maktabgacha va maktab davriga qadar uzluksiz amalga oshiriladi. Psixoprofilaktikaning maqsadi nutq rivojlanishidagi kechikishlar va buzilishning oldini olish, xavf guruhidagi bolalarni erta aniqlash, oilada, bog'chada, maktabda sog'lom nutq muhitini yaratish, bolalarning psixik, emotsional farovonligini ta'minlash, nutq organlarining to'g'ri rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, bolalarda nutq buzilishlarini oldini olish va nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Nutq buzilishlarining asosiy xavf omillariga nutq rivojlanishini murakkab psixologik, tibbiy va ijtimoiy jarayonlarga bog'liq bo'lib, unga turli omillar salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nutq buzilishlari xavfini aniqlash va kamaytirish psixoprofilaktikaning muhim vazifalaridan biridir. Xavf omillarini 3 asosiy guruhga bo'linadi. Bular tibbiy omillar, ijtimoiy psixologik omillar va pedagogik omillar hisoblanadi. Tibbiy omillar nutq rivojlanishining asosiy xavf omillaridan hisoblanadi. Homiladorlik davrida homilaning yetarlicha kislorod olmasligi, gipoksiya yoki boshqa patologiyalar, shuningdek tug'ruq jarohatlari bolaning markaziy asab tizimi va nutq apparati rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shu bilan birga bolada surunkali kasalliklar, ayniqsa surunkali otitlar va ko'p kasallanishlar hamda nutqning sekinlashishi yoki buzilishiga olib keladi. Genetik moyillik ham muhim rol o'ynaydi. Agar oilada nutq buzilishlari mavjud bo'lsa, bolada ham shunga o'xshash muammolar paydo bo'lish xavfi yuqori bo'ladi. Tibbiy omillarni erta aniqlash va tegishli davolash choralarini ko'rish psixoprofilaktikaning muhim qismlaridan biridir. Masalan, homiladorlik davrida ona sog'lig'ini nazorat qilish, tug'ruq jarayonida asab tizimining zarar ko'rishini oldini olish, bolani tug'ruqdan keyin pediatr va logoped ko'riklaridan o'tkazish kabi chora-tadbirlar nutq buzilishlarining oldini olishga yordam beradi. Ijtimoiy psixologik omillar nutq buzilishlariga ijtimoiy va psixologik omillar ham kuchli ta'sir qiladi. Oilada nutqiy muloqotning yetarli bo'lmasligi bolaning so'z boyligi va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ota-onalar bolaga ham kam gapirganda ruxsat berishi yoki unga e'tibor bermasligi nutq rivojlanishini sekinlashtiradi. Shuningdek, bolalarning gadjetlarga haddan ziyod bog'lanishi nutq faolligini kamaytiradi. Ko'p vaqt ekran qarshisida o'tkazish bolani ijtimoiy muhitdan ajratadi va so'zlashish imkoniyatlarini kamaytiradi. Emotsional stress, qo'rquv, travmalar ham nutq buzilishiga olib keluvchi omillardir. Masalan, oiladagi tushkunlik, zo'ravonlik yoki kattalarning ortiqcha talabchanligi bolada o'z fikrini ifodalanishdan tortishish, gapirishga ikkilanib qolishi kabi muammolarni yuzaga keltiradi. Noto'g'ri tarbiya uslublari, qat'iy, befarq yoki ortiqcha talabchanlik ham bolaning psixologik holatiga salbiy ta'sir qiladi. Bu esa nutq rivojlanishining kechikishiga sabab bo'ladi. Pedagogik omillar nutq rivojlanishining yana bir muhim xavf guruhini tashkil etadi. Agar maktabgacha ta'lim yoki maktab muhitida nutqni rivojlantirishga yetarlicha sharoit yaratilmagan bo'lsa, bolada nutq buzilishi xavfi oshadi. Bu holat pedagoglarning noto'g'ri yondashuvi, mashg'ulotlarning yetarli emasligi, nutqiy mashqlar va o'yinlarning kamligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Masalan, darslarda nutqni rivojlantirish mashqlari yoki artikulyatsion gimnastika yetarli darajada o'tkazilmasa, bolalar talaffuzni to'g'ri shakllantira olmaydi, tovushlarni farqlay olmaydi va nutq faolligi pasayadi. Shuningdek, pedagoglarning individual yondashuvga e'tibor bermasligi xavfni kuchaytiradi, chunki har bir bolaning nutq rivojlanish darajasi turlicha bo'ladi. Umumiy metodlar hammasiga mos ham kelmasligi mumkin. Psixoprofilaktik ishlarning asosiy yo'nalishlari: bolalarda nutq buzishlari paydo bo'lishining oldini olish, nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va erta aniqlangan muammolarni bartaraf etish uchun amalga oshirilgan kompleks chora-tadbirlar tizimi. Ushbu jarayon tibbiy, psixologik, pedagogik va oilaviy yo'nalishlarda olib boriladi hamda birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi profilaktik shakllarni o'z ichiga oladi. Tibbiy psixologik yo'nalish: psixoprofilaktikaning yo'nalishi bolaning sog'lig'ini, markaziy asab tizimi rivojini va emotsional barqarorligini qo'llab-quvvatlashga qaratiladi. Buning uchun bolani erta yoshdan shifokorlar, pediatr, neyropatolog, audiolog va psixolog ko'rigidan o'tkazish borish. Bu erta aniqlash orqali nutqdagi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish imkonini beradi. Bundan tashqari, bolaning emotsional muvozanatini qo'llab-quvvatlash, stress omillarini kamaytirish va xavfsiz psixologik muhit yaratish psixoprofilaktikaning muhim vazifalaridan biridir. Oilaviy psixoprofilaktika: oilada nutqiy muhitni to'g'ri shakllantirish psixoprofilaktikaning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Ota-onalarning toza, adabiy nutqda so'zlashishi va bola bilan faol muloqotda bo'lishi nutq rivojlanishining asosiy omillaridan biri sanaladi. Gadjetlardan ortiqcha foydalanishni cheklash, bola bilan muntazam suhbatlashish, ertak aytib berish, qo'shiq kuylash, savol-javob o'yinlari o'tkazish nutq rivojlanishini sezilarli darajada tezlashtiradi. O'qituvchi va logopedning vazifalari: psixoprofilaktika jarayonida o'qituvchi va logoped muhim rol o'ynaydi. Ularning asosiy vazifalari o'quvchilarni doimiy kuzatib borish, nutq rivojlanishidagi og'riqlarni erta aniqlash va xavf guruhini belgilashdan iborat. Shuningdek, ta'lim muassasalarida sog'lom nutqiy muhit yaratish, ota-onalar bilan hamkorlik qilish, nutq madaniyati bo'yicha targ'ibot ishlari olib borish, korreksion va profilaktik mashg'ulotlarni tashkil etish ham ularning mas'uliyatiga kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.